Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chinoz Baliq kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 30-oktyabr haftasining payshanba kuni okalar. Hurmatli baliq ishqibozlari, biz bugun Chinoz baliq bozoriga yetib keldik. Bugungi chiqishlar bilan Xudo xolasa okalar baliq bozori boshlangan bo'lyapti. Hamma shu yerda Xudo xolasa, ana mashinalar kelib ketyapti. Okalar, bitonka ham o'tsoq bitonka yo'li. Ko'ryapsizlar, mashinalar o'tyapti. Bu tomonga to'g'ri Sirdaryo orqali Voqaga chiqib ketasizlar, bu tomondan Toshkent viloyatiga kirib, Chinoz, Yangiyo'l, Zangata, Toshkentga kirib borasizlar bu tomonga, bitonka. Shuning yonida yangi Chinoz baliq bozori deb yozib qo'yishgan. Mana baliq bozoriga kiramiz, baliqlarning narxini qanday tanishamiz, ketdi birgalikda. Obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Obuna bo'lish mutlaq tekin. Biz qilgan videoni har kuni yangilar ko'rib borasizlar, ketdi. Yangi narxlar bilan tanishamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli mana sazan baliqlari Xudo xolasa 1 kilo, 1 tepa. 2 tepami? Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz variantlar mana keldi. Qayerdiki bu ko'l? Oqqo'rg'ondan olib kelishgan akalarimiz, opalarimiz bor, o'zlari tanlab olib kelishgan yo'qsiz varianti. Narxi qanaqa bo'ladi? 45 ming so'm. 1 kilo baliq narxi 45 ming. 2 kilo shunda 100 ming olarga 2,5 100 oshadi. Men 6-7 Mana 6-7. Charchamaylar. Savdolarni bersin, charchamaylar, kuninglar xayrli bo'lsin. Degan ishqibozlar uchun baliq udarlari, zo'rlari, sazanli mana zo'rlari keldi. To'g'rimi do'stim? Mana bu necha kilolik bular? 2 kilo, 3 kilo. 3 kilolik sazanlar bor. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz, yemaysiz. Yo'qsiz, Messi sazanlar keladi mana. Eng mazali baliq Chinoz baliq bozorida keladi akalar. Narx qancha bor do'stim buni? 75 ming. 75 ming kilosi akalar. Mana shu sudak. Tutarib olib, xudoyingizga yetib qo'yadi. Bo'ldi. Bundan tashqari oka sazanlar va tirik sazanlar bor mana. Tirik baliqlar 40 ming kilosi. Necha kilolik bular? 2 kilogramm bo'ladi. 2 kilolik sazanlar yog'li yo'qsiz. Ozgina bor. Aytishga, akalar aytib olinglar, so'rab olinglar degan to'g'rirog'i. Sababi yog'li yo'qsiz. Ko'p odam yog'li yeyolmaydi. To'g'rimi? Yog' o'rtacha bo'lsa mazza qiladi. Yog' yo'q ular mazza qiladi. Sazanning zo'ri, tinig'i Chinoz baliq bozorida. So'rab olasiz o'zingizlar. Bizlar adashgan joylarimiz bor ekan. Odam aytayapti, "Men tep belkash bo'yni shishgan bo'lsa yog'li bo'ladi." Yo uzun so'ring o'zi. Aniq baliqshunos emasmiz endi. Kelinglar aka tanlab bersa mana zo'rini. Do'stim charchamaylar, sog' bo'linglar. Ukam do'stman el xizmatida. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, qo'y akalarim, baliq bozorida mohir baliq do'konlariga keldik. Tasvir baliq katta pataka tushgan mana. Bular necha kilo? Suvda kelgan tirik. Tirik xudo hozir surishgan. Hozir kelgani sazanlarim qimillab yotibdi. Bo'ldi. Bular qancha bor tafsilot bilan? Bular 18 ming, yana kelishtirib beramiz. Qaranglar akalar, 1 kilo tiya, 1 kilo 2 kilo 1 kilo 100. 1 kilo 400 gacha. 1 kilo 400 gacha 18 ming kami bor. Bunaqa narx faqat rekord bo'ladi, faqat rekord. Bugun aksiyalar. Mazza qilib yesin. Okalar mana kelib baliq yeyman akalarimiz kelaverasizlar. Xudo xohlasa baliq juda ham ko'p bugun. Bundan sazanlar va sazan yo'qda. Bular necha kilolik? Og'irmi? Bu 2 dan tepa 55 ming, ichki narxlarda eng pasti 3 minggacha o'tib beramiz. O'tib beradi. Eshitgan narxlardan xayri bor inshaalloh. Chiroyli qilib, cho'nchak bog', hamyon bog' qilasiz. Begabotli baliqlar. Begabotli baliqlar. Kelib yeb maza qilasa rahmat. Maza qilsin. Yana kelgan paytda yana opani qidirib kelasiz, xudo xolasa. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli baliq yeyman akalarimizga yirik sazanlar keldi. Bu necha kilo ekan mana katta sazanimiz? 7 ga oshiq, to'g'rimi aka? Bular qayerda baliqlar aka? Kaspiy dengizidan kelgan, to'g'rimi aka? Xudo yo'qsiz variantda bu. Bularning xil bu yerda 7 kilolik bor, 3 kilolik bor, 4 kilolik bor, 6 kilolik bor, to'g'rimi aka? Demak, xudo xolasa baliq maza qilib yeydigan svejiy sazan mana Kaspiy dengizidan olib kelgan o'zlari bor. Bularga kam bo'ladi akalar, xudo xolasa. Aka bu narxlar qanaqa bo'ladi? Qanchadan qanchagacha? 58 mingdan boshlab tepaga qaraydi 65 minggacha kami bor, ko'proq odam kelib yashi bos qo'yishga, ko'proq olgan akalarimizga, ukalarimizga, baliqchibozlarga kami bor. Mana ko'rib sarafanlarga bos qo'yishga, bular katta partiya kelgan bu yerga, xudo xolasa. Mana ko'ryapsizlar, sarafanda ichkarida har xillari bor. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Juda katta partiya tafsilotga tushdi aka bugun, xudo xolasa. Bular necha kilo aka? 1,5 mi aka? 1,5 tepa, 1,5 atrofida. 5-600 kilo bor-a? 5-600 kilo. Aka qancha vaqt narxlari? 25 ming so'm. Kilosi 25 mingdan akalar mana 25 mingdan tafsilot baliqlar. 25 ming kilosi 1,5 atrofida akalar. 1,5, 1,4
Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolar bersin. Assalomu alaykum akalar. Afrika laqasi qiziqqanlar, Afrika laqasi yemaydiganlar bor bo'lsa mana ko'ringlar. Juda katta partiyada, juda katta yiriklar kelgan aka. Mana bu yoqda bu tomon yiringmi, bu tomon yiringmi? Bir xil bugun. Bu tomon yirikroq. Nechalargacha aka bu tomon? 1,5dan 3,5 Afrika laqasidan so'm. Zo'r. 17 ming da aka narxlar. Bunda narsa hovuzda ham bor. Bu tomoni esa necha kilo chiqadi aka? 1 kiloda 2,5 kilogacha ajratilgan. Mana ko'rasiz akalar. Chayqalib yotib, chayqalib akalar mana. Mana hozir. Bu narx qanaqa bo'lyapti? 16 ming. Demak bu tomon 17 ming akalar, mana bu tomon 7 kiloga, bu tomon 16 ming. Yana ko'proq olgan kami bor a. Akalar yana kami bor ki to'g'rilarga solib qo'yishgan, bozorga tayyorlab qo'yishgan. Har kuni shu akamizda mana o ko'rasiz. Dastlabki borib bu joyga. Respublika bo'ylab dastlabki yo'lga qo'yishgan. Afrika laqasi mana ajratishayotib bolalar, gap yo'laga. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolar bersin. Demak, yil 12 oy kesanglar, Chinoz baliq bozorida paydapamma o'zlarining hovuzlari bor. Afrika laqasi olib boqishadi, sotishadi to'g'rirog'i. Bu yerda 1 kilodan boshlab 6-7 kilogacha bor. Narxlari ham o'ziga yarasha. To'g'rimi? Narxlari ham o'ziga yarasha qilib berishadi, xudo xolasa. Kelasizlar, tanlab shuni ajratib bola tortib berishadi. Nima muammo yo'q. Iloji bo'lsa tozalab bergan joylari ham bor ekan. Bu yerda shu Chinoz baliq bozorida tozalab berishni yo'lga qo'yishgan. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarga kunlar xayr bo'lsin. Pokalar sudak balig'ining yirigi. Bular 3 kilo, 4 kilo sudaklar keldi, mana xudo xolasa. Narxlar qanaqa bahslar ekan bugun? 35 mingdan sveji keltirilganlari bor. Buni atiyli topdingmi? Okalar charchamaylar, sog' bo'linglar, kelinglar baliq yegan akalarimiz. Toza zo'rlar baxtiyorga bo'ladi. Charchamaylarga sog' bo'ling, kuningiz xayr bo'lsin. Assalomu alaykum. Okalar sazan balığı yeganlar bormi? Zo'rini. 50 ming kilosi. 50 mingdan kilosi. Bu ikki tipi. Yog'li yo'qsiz aka bular? Yo'qsiz variantda. Yo'qsiz. Ha? Yog'limi bu? Yog'li ekan bu. Yeb ko'rdinglarmi? Taxmin aytyapsizmi? Ko'rib turibdi. Mayli, yog'lisi ham bor, yo'qsiz ham bor, har xil bor, to'g'rimi? Charchamaylar, savdolarni bersin. Assalomu alaykum hormaylar aka. Sazan balığı olaman. Necha kilo aka sazaningiz aka? Sazan 5 kilo 8. Ma kattasi? Kattasi 5 kilo 800 sazan. Qayerdagi aka bu? Bu Kashmiriya. Kashmiriya akalar, yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz. Yo'qsiz varianti 5 kilo 800, 5 kilo, 5,5 kilo katta balık. Bunisi kishnasi aka? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Narxi qanaqa bo'lyapti aka? 70 ming so'm aka. 70 ming so'mdan kilosi. 70 ming so'mdan mana shu balık ko'ring. Kashmiriya aniqlar. Ular mesni. Vay, balıqda zo'rlar keldi. Joni hisobi. Kashmiriya mana. Daryo 110 ming so'm kilo. 110 ming so'm. Ama katta 110 ming kilosi. Kilosi 110 ming. Hop, kilosi 110 ming, 70 ming emas, 110 mingdan kilosi. Ularni 70 qilib beramiz. 170 foydasi. Haydi bolalar. 70 qilib beramiz. Bo'ldi aka. 110 mingdan sazan balıqlar. Kana balıqni qaranglar, sazan. Qayerdagi aka bu? Qayerdagi? Yangi yer, yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz aka mana. Arzon bo'ladi, hozir ko'proq o'yinga. Bo'ldi. Demak, kelishgan joylari bor. Olaman deganlarimiz kelsanglar bo'ladi. Baliq yemaydiganlar, baliqni zo'rlari, Chinoz baliq bozorida.